Xudoyimga topshirdim o'sha bachalarni. Men ro'z emasman Bu bilan yaxshi yurmaydi deb o'ylashgan. Sababi qaysidir insofsiz ustalarga borgan holatda yoki o'zi tushunmaydi yoki bilib turib insofsizlik qilgan, bu blok upravleniya bilan mashinangiz yaxshi yurmaydi degan Malibu 2 Premierga. Buni yechib tashlaysiz, boshqa komplekt qo'yasiz, keyin yaxshi yuradi degan. Agar sizga qaysidir usta qo'ygan komplektingizni yomonlab, aka buni bo'lmaydi, bu yechib tashlang, bu musor, bu bilan mashinangiz yurmaydi, siz mashinangizga mana bu komplekt to'g'ri keladi deb turib yechib tashlamoqchi bo'lsa, u katta ehtimol bilan u insofsiz mashinik bo'ladi. Sababi sizni tayyor turgan оборудованиеңizni tushunmaydi yoki bilmaganligidan, buni nastroyka qilgani irinadi yoki bilmaydi, buni yechib tashlab turib, o'zini tovarini o'tkazadi sizga. O'zini tovarini qimmatroq o'tkazadi, ustidan foyda qiladi. U mana buni o'zi yurgizib bersa bo'ladi. Usta o'zi nima uchun usta? Ustani oldiga muammo bilan kelinsa, usta muammoni bartaraf qilish uchun ustada, bu yechib tashlab turib yangi qo'yish uchun usta emas. Agar o'zini qilishda iloji bo'lgan narsani usta tuzataveradi. Menga qanaqa bo'lishini farqi yo'q. Usta nastroykani to'g'ri qilsa, mashina ideal harakatlanaveradi. Shu Alex Idea bloki bilan adashmasam 500 dan ortiq GDI mashinalarni harakatlantirgan bo'lsak kerak jamoamiz bilan. Yo'q, bu turibdi, mashinada yuribdi. Bu uyda ishlab chiqarilgan narsa emas. Bu zavodskiy garantiyasi bor narsa. Boshqa mashinalarda yuribdi. Nimaga endi buni mashinasida yurmaslik kerak? Sabab nastroyka to'g'ri qilinmagan. Sabab ustaning o'quvsizligi. Usta agar vijdonli usta bo'lsa, bu оборудование yechib tashlab turib, menikini qo'ying demaydi. Qanaqa оборудование qo'yishdan qat'iy nazar, Xitoy оборудование qo'yganingizda ham yaxshi nastroyka qilinsa, ot kuchi to'g'ri keladigan zapchastlar bilan qo'yilsa, mashina ideal harakatlana oladi. Qanaqa problema yo'q. Chotki qilib yurimiz minib ishlayapti zo'r. Оборотлari ham normalniy. Короче, ishlayapti aka, rahmat. Problema bo'lgani yo'q o'shandan keyin.